Tekinga bersa ham olmaydigan, umuman ishlatmaydigan narsalarim. Qalin, qattiq matodan bo'lgan pijamalar, men unaqa pijamalarni umuman yomon ko'raman. Hatto uni qishda ham kiymayman. Uni matosi qichishtiradagandek tuyuladi. Ortiqcha gadjet idishlar, menga unaqa idishlar umuman yoqmaydi. U prosta joy egallab turadigandek tuyuladi menga. Uni o'rniga oddiy taxtakach bilan pichoqda to'g'rab qo'yganim yaxshi deb hisoblayman. Ingichka bo'lgan plastmassa vishilkalar, men ulardan foydalanmayman. Sababi kiyimda ham ushamaydi, juda ham tez yaroqsiz holatga kelib qoladi. Ikkinchisi bo'lsa universal spreylar. Men ulardan bir ikkitasini olib ishlatib ko'rganman, lekin yordam bermagan. Shuning uchun boshqa sotib olmaslikka qaror qilganman. Uni o'rniga hamma narsa uchun alohida sotib olgan yaxshi. Va nihoyat oxirgisi bu yumshoq o'yinchoqlar. Men juda ham yomon ko'raman yumshoq o'yinchoqlarni. Umuman yoqmaydi. O'ynamaganman yoshligimda ham. Hozir qizim ham yumshoq o'yinchoqlarni uncha o'ynamaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, nima deysizlar? Shu videoning ikkinchi qismini ham olaymi? Keyingi videoda nimalar haqida gaplashishimizni kommentariyada yozib ketinglar.